Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Koreya universitetlariga konsaltinglarsiz o'zingiz bemalol qanday qilib hujjat topshirish kerakligi haqida gaplashamiz. Shu videoda bugun sizlar bilan Koreya universitetlarini tanlash, universitetga hujjat topshirish va ungacha bo'ladigan jarayonlarni qanday o'tkazish va oxiridagi ana shu O'zbekiston migratsiyasiga qanday qilib hujjat topshirsa bo'ladi va mana shularning standartlari to'g'risida gaplashamiz. Siz Koreyada o'qishni maqsad qilganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz bu universitet tanlash bo'ladi. Universitet tanlab turganda nimalarga e'tibor berish kerak va o'zi sizga qanday universitetlar to'g'ri keladi. Bu narsani bilish uchun siz avvalo o'zingizni moliyaviy holatingiz, bilim darajangiz va kirish imkoniyati bor yoki yo'qligini bilib turib universitet tanlashingiz kerak bo'ladi. Bunda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan bir nechta narsalar bor. Ularni men sizga hozir sanab beraman. Birinchisi bu universitetning joylashuvi. Ikkinchisi bu universitetda ana shu jahondagi yokida ana shu Koreyaning o'zidagi mavqei. Uchinchisi ana shu universitetdagi yo'nalishlar sizga to'g'ri keladimi? Ya'ni siz xohlab turgan yo'nalishlar o'zi bor yoki yo'qligi. To'rtinchisi siz u universitetga kirganingizdan keyin atrofda yoki yaqinlaringiz bor yoki sizga ishlashga sharoit yetarli yoki yetarli emasligini o'rganish. Beshinchisi bu ana shu universitetda chet ellik talabalarga qanday imkoniyatlar yaratib berishligini siz bilishingiz kerak bo'ladi. Agar mana shu narsalarni siz to'liq o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, siz o'zingizga va qadriyatingizga to'g'ri keladigan mos bo'lgan universitetni bemalol topishingiz mumkin bo'ladi. Siz universitet tanlaganingizdan keyin qiladigan ishlaringizni endi ko'rib chiqamiz. Universitet tanlaganingizdan keyin bir nechta etaplari bor. Mana shu etaplarni bosib o'tib, keyin asta-asta hujjatlarni yig'ib boshlasangiz bo'ladi. Universitet tanlaganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz bu universitetga ariza topshirish bo'ladi. Ariza topshirganingizdan keyin universitet bu arizangizni ko'rib chiqadi. Undan keyingi qiladigan ishingiz hujjatlarni yig'ish boshlanadi. Hujjatlarni yig'ishni boshlaganingizda kerak bo'ladi sizga ota-onangiz pasporti. Agar ota-onangiz siz tug'ilgan paytingizda onangiz qizlik familiyasida bo'lgan bo'lsa, keyinchalik otangizni familiyasiga o'tgan bo'lsa, bu muammo tug'diradi. Shuning uchun siz oraga ZAKS ota-onangiz ZAKS qog'ozini ham qo'shishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari sizga ID pasportingiz, zagram pasportingiz va tug'ilganlik haqida guvohnomangiz kerak bo'ladi. Agar siz universitetda o'qib, universitetni tamomlagan bo'lsangiz, diplomingiz va uni ilovasini qo'shasiz. Agar siz universitetni tamomlamasdan maktabni tamomlagan bo'lsangiz, anasi maktabni bitirganlik haqidagi guvohnoma, ya'ni attestat yoki shahodatnomani qo'shishingiz kerak bo'ladi. Bu hujjatlarni yig'ib, joy-joyiga qilib, hammasini olib tayyor qilganingizdan keyingi etap bu ularni notarius va apostil qilish bo'ladi. Notarius apostil o'ziga yarasha qiyinchiligi, o'ziga yarasha standartlari bor. Siz o'zingiz topshirib turganingizga e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Bular notarius qilganda notarius kopiya degan pechat urib beradi yoki urib bermaydi. Yokida notarius o'zi avval siz xohlagan hujjatlar bilan shug'ullanganmi, shug'ullanmaganmi? Mana shu narsalarga juda ham qattiq e'tibor berishingiz kerak bo'ladi, sababki sizni mana shu hujjatlaringizdagi arzimagan xatolik tufayli ham siz universitetdan rad javobini olishingiz mumkin. Bu uchun ilojini boricha mutaxassis bo'lganlarga murojaat qilish kerak. Bundan keyingi etap hujjatlarni yig'ib, notariusini qilganingizdan keyingi etap bu hujjatlarni jo'natish, hujjatlarni yuborish etapi bo'ladi. Bu etapda siz agar sizni Koreyada qanaqangidir yaqin tanish bilishingiz bo'ladigan bo'lsa, bu hujjatlarni siz pochta orqali jo'natib, ana shu tanishingiz orqali universitetga kiritsangiz bo'ladi. Agar sizda hech qanday tanish bilish bo'lmasa, siz hammasiga o'zingiz harakat qilyap turgan bo'lsangiz, ana shu universitetda o'zining rasmiy sayti bor. Ana shu rasmiy sayt orqali qilgan hujjatlaringizni PDF variantlarini joylab borasiz. Agar standartlarga to'g'ri kelsa, ana shu standart bo'yicha ana shu elektron sayt o'zida sizni hujjatlaringizni qabul qilib qolishadi. Mana shu hujjatlarning ichida asosiy bo'lgan bir nechta narsalar bor. Bular ana shu motivatsion xat yozish, ya'ni study plan deb qo'yadi. Mana shu narsani yozish bu juda ham ahamiyatli va juda ham muhim bo'lgan narsa. Agar siz hujjatingizni tanishingiz orqali kirityap turgan bo'lsangiz, kengroq yoritib berishingiz kerak bo'ladi qog'oz formatda.
Ya'ni siz yozganlaringizni qo'lyozma formatida qog'ozga tushirib yuborishingiz kerak bo'ladi. Agar siz sayt orqali topshirib turgan bo'lsangiz hujjatlaringizni, bunda saytda o'zini shabloni bor. Ana shu shablonga mos tushadigan qilib siz jamiki bo'lgan maqsadlaringizni qisqa va aniq qilib yozib kiritishingiz kerak bo'ladi. Mana shu narsalar bu juda ham muhim rol o'ynaydigan narsalar. Juda ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi, lekin bu sizni viza olishingizda yoki universitetga qabul bo'lishingizda ancha ahamiyatli sanaladi. Siz hujjatlaringizni hammasini topshirib bo'ldingiz, study planingizni yozib bo'ldingiz va bundan keyingi etap ana shu universitetdan javob xatlarini kutish. Birinchi o'rinda sizga study plan yozishingizdan oldin qabul xati keladi. Qabul xati kelgandan keyin o'zining bir nechta talablari bor. Ana shu talablar, application fee, yana shunga o'xshagan ba'zi bir hujjatlarni to'ldirasiz. Buni sayt orqali topshirib turgan bo'lsangiz, hammasini saytda o'zida elektron tartibda, elektron pochta orqali qilsangiz bo'ladi. Agar tanish bilishinglaringiz orqali topshirib turgan bo'lsangiz, ya'ni o'zingiz harakat qilgansiz, lekin hujjatni qaysidir bir yaqin o'rtog'ingiz olib kirgan universitetga. Agar shu tartibda topshirib turgan bo'lsangiz, hamma hujjatlaringizni so'ralgan narsalarni qog'oz formatida tayyor qilib berishingiz kerak bo'ladi. Tanishingiz hujjatlarni ana shu universitetga topshirib bo'lgandan keyin sizdagi jarayon bu ana shu javoblarni kutish bo'ladi. Sizga o'rtada invoice keladi. Invoice kelganda kontrakt to'laysiz. Kontraktni ham ikki xil uslub bilan to'lasangiz bo'ladi. O'zbekistondan turib yokida ana shu Janubiy Koreyadan turib to'lasangiz bo'ladi. Janubiy Koreyadan to'lash bu ana shu bir yaqin o'rtog'ingiz yoki kimingizdir sizning nomingizdan yana shu invoice bo'yicha to'lab beradi pulni. O'zbekistondan turib to'laydigan bo'lsangiz, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan bitta narsa bor. O'zbekistondan turib to'lamoqchi bo'lsangiz, siz oxirgi kunlarda yokida taqab to'lamasligingiz kerak. Ya'ni oxirgi srokgacha yetib bormasligingiz kerak. Muddatidan hech bo'lmadi deganda bir hafta oldin to'lashingiz kerak. Sababiki pul ikkita davlat o'rtasida bo'lganligi uchun bugun to'lasangiz Koreyada bugun ko'rinmasligi mumkin. Ya'ni siz bugun to'laganingiz bilan ular bu pulni bugun ko'rmasligi mumkin. Agar shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, o'rtada tushunmovchilik bo'ladi-da, sizning kontraktingiz o'z vaqtida to'lanmay qolishligi mumkin. Shu uchun hech bo'lmadi deganda bir hafta oldinroq harakat qilib boshlashingiz kerak. Bir hafta oldin to'laganingizda bemalol sizning kontraktingiz ana shu kerakli bo'lgan joyga sizning invoisingiz bo'yicha to'lanadi, ularda ko'rinadi. Kontrakt to'lab bo'lganingizdan keyin sizga keladigan hujjat bu admission hujjati. Admission hujjati nima o'zi? Admission hujjati soddaroq qilib tushuntirganda Koreyaga kirish uchun ruxsat desak bo'ladi. Bu hujjat bilan siz ana shu hamma yig'gan hujjatlaringizni va hamma qilgan amaliyotlaringizni bitta qilib turib O'zbekiston migratsiyasiga topshirasiz. Nima uchun? Bular siz vizangiz elektronniy bo'lsa ham yokida oddiy holatda migratsionniy bo'ladigan bo'lsa ham, mana shu hujjatingizni, vizangizni O'zbekiston elchixonasi tasdiqlashi kerak. Mana shu tasdiqlash uchun siz hamma yig'gan hujjatlaringizni barchasini siz O'zbekiston migratsiyasiga topshirishingiz kerak bo'ladi. Bu uchun qilinadigan ish avvalo hamma hujjatlaringizni saqlab qo'ygan bo'lishingiz kerak. Kopiyasini, hech bo'lmadi deganda rangli kopiyasini. Ana shu kopiyalarni olasiz, yig'asiz, undan oldin qilishingiz kerak bo'lgan medosмотр bor. Medosмотрga kirasiz, medko'rikka. Medko'rikda sizni ikki xil holatda tekshirishadi. Ba'zi bir holatlarda qon olib tekshiriladi, ba'zi birlarda qon olinmaydi. Bu umuman olganda juda vahimali narsa emas, yengil narsa. Medosмотрdan hammasi yaxshi bo'lib chiqqandan keyin hamma analizlar, hamma hujjatlaringizni siz migratsionniga topshirasiz. Migratsionniga topshirganingizdan keyin migratsionniy buni ma'lum bir vaqt ichida ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqqandan keyin sizga javobini aytadi. Migratsionniga hujjat topshirishda siz o'zingiz harakat qilyap turgan bo'lganingiz uchun to'g'ridan to'g'ri olib borib topshira olmaysiz. Bu narsani ular qabul qilmaydi. Migratsionniga topshirib beradigan o'zining alohida agentliklari bor. Mana shu agentliklardan biriga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ana shu murojaat sizni ishingizni ancha oldiga yurgizadi. Agar siz o'zingiz topshiraman desangiz, bu narsaga juda ham ko'p va katta vaqt ketib qoladi. Bu orqali siz ana shu deadline'ga yoki oxirgi sanalarga ulgurmay qolishligingiz mumkin. Ana shu uchun maslahat bergan bo'lardik. Mana shu sohani mutaxassislariga yokida to'liq tushunadigan odamlarga murojaat qilib ishni bitirgan yaxshi. Agar siz Koreya universitetlariga o'zingiz hujjat topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu videoda aytilgan ketma-ketlik va e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsalarga qarab, 100% amal qilib topshirsangiz, bu siz uchun yutuq bo'ladi.
Agar siz o'zingiz topshirishni xohlamasangiz, ya'ni universitetdan rad olish yokida migratsiyadan rad olishni xohlamasangiz, bemalol Choson jamoasiga, ya'ni bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz sizda vizangizni olishingizda va Koreyaga yetib olishingizda yaqindan yordam beramiz. Choson jamoasi 2019-yildan beri faoliyat yuritadi. 2019-yildan beri shu kungacha 5000 ga yaqin talabani o'zini maqsadlariga yetishida yaqindan amaliy yordam berganmiz. Agar siz ham mana shular orasida ijobiy va yaxshi garantiyali natija olishni xohlasangiz, bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz sizga universitet tanlashdan tortib to Koreyaga yetib olib, universitetingizga joylashguningizgacha amaliy yordam beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun yokida aniq konsultatsiyaga ega bo'lish uchun video opisiyasidagi havola orqali ma'lumotlaringizni qoldiring va biz sizga bog'lanamiz.